Assalomu alaykum. Qadrli YouTube muxlislari, qadrli obunachilarim, meni yangi ko'rib turgan kanalim mehmonlari. Xo'p, bugungi tanishtirib o'tadigan videomiz mavzusi qisqagina video bo'ladi. Bugungi chislo 2025-yil 3-dekabr. Bedanalarimiz mana 10 kunlik bo'lishdi. Xudo xolasa nimani tanishtirmoqchiman, ya'niki mana bunaqa qumaloqchalari, oyog'idagi, panjasidagi qumaloqchalarini olib tashlash kerak bo'ladi. Hozir mana bu yoqqa qo'yib olamiz. Xo'sh. Mana ularni perchatga taqib olasizlarmi? O'zingizga qaraysizlar kerakchi. Sekin-sekin yulib tashlayverasizlar mana. Shunda tortasizlar mana. Faqat barmog'ini o'zidan ushlaydi. Barmog'ini yulib olishinglar mumkin bo'ladi. Mana toza bo'ldi. Buni ko'rsatayotganim sabab mana hozir bu yoqda ham kattarog'i bor. Shuni bir misol qilib olamiz. Mana. Bu o'zi bedana kichkinagina narsa. Bu ko'tarib yurgani vesini pashti 3dan 1. Kuni bilan ko'tarib yursa, bu yeyotgan oziqasi nima deydi? Shu kuchiga sarf bo'ladi. O'shaning uchun buni imkon qadar yulib olib tashlashinglarni so'rab qolaman. Kim bedana boqib, jo'ja boqib, shunaqa bo'layotgan bo'lsa, yulib tashlashinglarni so'rab qolaman. Yengil yuradi, yeyotgani o'ziga hazm bo'ladi, o'ziga yuqadi degan. Shu uchun u kattami, kichkinami farqi yo'q. Yulib olib tashlaylar. Panjasini toza qilib qo'yinglar, imkon qadar panjasini toza qilib qo'yinglar. Olmasanglar ham yuraveradi, lekin o'zgarishi sekin bo'ladi. O'shaning uchun panjasidigini olib tashlaylar. Biz mana turib olib, hammamiz turib olib, sekin tozalashni boshlaymiz hozir. Ularni oilaviy chiqib tozalaymiz buni. Xuddi shunaqa qilib mana toza bo'lib qoladi. Shuni so'rab qolaman. Aka-ukalar, opa-singillar, bedana boqayotgan qadrdonlarim. Shuni yulib olib tashlaylar. Bedana ham yaxshi o'sadi, ham sifatli o'sadi, ham berayotgan yeminglar o'ziga yuqadi. Bo'lmasam, shunga kuchini sarflab yuraveradi, yo sekin o'sadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Ruziy Fazimjon bo'ldi. O'chiksa ham kelmayapti.